2016-yil 19-dekabr Namangan viloyati Haqlobod shahrida dunyoga kelgan bir bola. Ismi Akbarshoh Umurzaqov. Butun O'zbekiston bo'ri laqabi bilan taniydi. Jussasi kichik, 23 kilogramm, ammo yuragi tog'day mustahkam. Yoshligidan kurashga oshiq, har bir qadamida maqsad sari olg'a intilgan. Akbarshoh Mamajonov klubining yorqin yulduzi. Murabbiy Rustamjonov Muhammad Ali qo'lida har bir mashg'ulotda g'alaba ruhini o'rgangan. U 50 taga yaqin katta turnir g'olibi bo'lgan, ammo bu faqat raqam emas, bu uning mashaqqat va sabrining belgisi. Yuragi bo'ridek baquvvat, har bir harakati kelajakdagi Olimpiya chempioni ekanini ko'rsatadi. U maydonga chiqqanda nafaqat musobaqaga, balki o'z orzusiga, o'z qadriyatlariga qadam qo'yadi. Akbarshoh yosh, ammo dadil. Har bir kurash, har bir to'siq uni yana kuchli qiladi. Bu nafaqat sport, bu hayot falsafasi. G'alaba sabr va mehnat bilan keladi. O'zingga ishonsang, dunyo ham seni tan oladi. Shunday yoshlarimiz bor ekan, kelajakdagi oltin medal, kelajakdagi chempionlik albatta O'zbekiston bayrog'ini ko'taradi. Akbarshoh Umurzaqov orzulariga dadil qadam tashlab ketayotgan haqiqiy bo'ri. Har bir chempionning o'z tarixi bor. Bu boshlangan, lekin hali tugallanmagan tarixni Humoyun Rag'zaqov so'zlab berdi.